Avvalambor barchaga kelganiga tashakkur bildiraman va men shaxsning obunachisi sifatida men juda ham xursandman bu qishloqqa kelganimdan. Juda ham katta rahmat sizlar bu yerga kelganinglar uchun. Albatta hozir merga so'zni beramiz. Agarda mer gapirsa, albatta mer gapiraman desangiz, qishlog'imizda meri davay gapiring. Katta rahmat, Xo'p, xo'p. kakkas. Barchalaringizga katta rahmat kelganinglar uchun, vaqtinglarni ajratib. Qisqasi, nima bo'lganda ham bizni tadbirga kelganinglarda men juda ham xursandman va hozir men kayfiyatim zo'rligini inobatga olganda barchalaringizga hozir bittadan zumrad tarqatishga qaror qildim. Va bu zumrad bizning har bitta qishlog'imiz va qishloqni uyi uchun bu investitsiya bo'ladi, to'g'rimi do'stlar? To'ppa to'g'ri. Albatta shaxs nima bo'lganda ham mayli. Ko'k kiyimli bolani puli ko'pga o'xshayapti. To'g'rimi? Albatta xo'jagan, hujum qilamizmi hozir? Ahmoq bo'lma, hozir emas. Reja tuzish kerak oldin. To'g'ri aytasiz. Siz ajoyib xo'jayinsiz. Juda ham aqlli. Mayli. Nima bo'lganda ham biz ketdik. Davay bo'l. Birorta yer topish kerak. Bugun kechroqmi amalga oshiramiz rejamizni. Tezroq yur. Latta. To'g'risini aytsam, men juda ham ko'p gapirib bordim. Mana endi hozir biz shaxsni so'zini eshitamiz. Qani shaxs fikringni ayt. Avvalambor barchaga salom, yaxshimisizlar? Qisqasi mana obunachim kelibdi. Obunachimga juda ham katta rahmat. Arzimaydi. Qisqasi shu obunachimiz juda ham ajoyib obunachi ekan. Eshitganinglardek, bizning qishlog'imizda juda ham ajoyib o'zgarishlar kiritishmoqchi ekan. Qisqasi shu sababdan sizlarni xursand qilish uchun mana mer sizlarga zumrad tarqatib chiqyaptilar. Menimcha juda ham men ham xursandman. Katta rahmat. Men bunaqa o'zgarishlar, mana obunachilarim bunaqa ishlar qiladi deb o'ylamagandim. Yo'q, bunaqa emas. Biz bundan ham ko'p, siz kutganingizdan ham zo'r ajoyib ishlar qilishga harakat qilamiz. Yaxshi. Lekin mer juda ham xursandlar. Albatta. Men qanday xursand bo'lmasligim mumkin? Axir seni juda ham ajoyib obunaching bor ekan. Mayli. Nima bo'lganda ham mayli, sizlar kelganingizdan juda ham xursandman. Nima ham derdik? Bo'lmasa bugun kechroq juda ham katta bazm qilamiz. Albatta. Tabi o'yiga tarqalishi mumkin bo'lmasa. Albatta. Siz bilan ham janob obunachim, ya'ni sizni ismingizni so'ramadik, lekin nima bo'lganda ham sizga ham omad, bilasizlar, men hozir ketishim kerak. Ungacha gapirib turinglar o'zlaringiz. Va aytgacha barchaga salom do'stlar. Men ismim Shaxs va mening video roligimga xush kelibsizlar. Bolalar obunachilik ko'rishinglar mumkin. Bu yerda juda ham ajoyib tadbir ketmoqda. Tadbir ketmoqda. Sababi bolalar qaranglar, bizni nima desam bo'ladi? Qishloqi do'stlarimiz, ya'ni bizni mana obunachilarimiz, qarochi mana shunaqa gapirishmoqda. Mana yana gapirishyapti. Nima bo'lganda ham hozir biz chalg'itmay turamiz bolalar. Mayli hozircha. Nima ham derdim, men hozir juda ham qornim ochib ketdi. Bir suv ichib ko'rmasam, mana bu shokoladdan qarochi nima bo'lganda ham nima ham derdim, bo'lmasa kechki bazmgacha bolalar ko'rishguncha bazm qanday o'tar ekan, buni video rolikda ko'rib olasizlar. Xo'sh bolalar, mana ko'rib turganinglardek bolalar, men kostyum puriylarda ajoyib kiyim olganman. Bu degani bolalar bugun kechqurun va bayram bo'lmoqda bolalar. Juda ham ajoyib bayram bo'lmoqda, buni qaranglar. Kichkinagina bazm bo'lsa ham bolalar bizning qishloqda har doim ham bazm bo'lavermaydi. Va shu sababdan bolalar nima bo'lganda ham qani hozir bazmni ko'rib, ko'rib olamiz. Voy, assalomu alaykum. Menga joy bormidi? Albatta, senga joy olib qo'yganmiz. Voy, rahmat. Voy, juda ham zo'r bo'lmoqda boru bayram, ha? Albatta. Gapirmang. Lekin baribir ham nima bo'ladi? Bu meni ajoyib eng zo'r obunachim bo'lib qolaveradi bu kishi. Rahmat. Xursandman. Mayli. Nima bo'lganda ham, xo'p, mayli, davay bo'lmasa barcha narsalarni yeyinglar, to'xtanglar, oddiygina narsa mana bu
kim mana bu yerga qanaqadir pishloq qo'yib qo'yibdi, qaysidir befarosat anavi qo'yib qo'yibdi. Uzr so'rayman bolalar. Voy, uzr, mana shunday qilib, bolalar obunachilar e'tibor bermaysizlar, mana bu yerga qaysidir anavi qo'yib qo'yibdi-da. Mana bu yerga tort qo'yish kerak edi. Voy, shunaqa ham odam bo'ladimi bular? Hop, mana tortdan yeylar. Mayli. O'zingda nima gaplar? Shaxs zo'r obunachilaring bor ekan. Ana endi bizni qishloq zo'r gullab yashlaydi. Albatta, to'g'ri aytasiz, mer. Lekin nima bo'lganda ham biz bunchalik xursand bo'lishimiz kerak emas. Sababi bizga hali biz juda ham ko'p vaqt kerak va men hali 10 mingta obunachi bo'lganim yo'q. Albatta bo'lasan 10 mingta obunachi. Obunachilaringdan so'ra, ular obuna bo'lishadi. Ular eng zo'r obunachi bo'lsa. Ha, to'g'ri aytasiz lekin. Bolalar obunachilar, shuning uchun menga tez obuna bo'linglar bolalar. Tez 10 mingta bo'lsa bolalar biza stream qilamiz. Bu menimcha juda ham oddiy ishlar, lekin bolalar streamda juda ham ajoyib narsalar tayyorlab qo'yganman, lekin hali 10 mingta bo'lishimiz hali ma'lum emas. Bo'lasan. Ha, mayli, rahmat. Albatta bo'lasiz, men sizga ishonaman, shaxs. Mayli. Bo'lmasa men hozir shunday uyimga kirib narsalarimni bir to'g'rilab chiqsam. Bolalar obunachilar nima bu ba'zandan keting deydiganlar bo'lsa, bolalar men ayrim bir YouTube ishlarim bor edi, bolalar shuni qilishim kerak, bilasizlar-ku. Ha, shaxs nima ketib qoldi? Bilmadim. Mayli, nima bo'lganda ham men ham keta qolay, ruxsat. Juda ham zo'r bayram ba'zan bo'ldi. Katta rahmat sizlarga. Mayli. Bo'lmasa omad senga ham. Mayli, rahmat. Ertaga kelaman, xuddi shu vaqtlarda. Mayli, bo'pti. Pam. Ya, to'xta. Tushunmadim. Menga nima qilmoqchisizlar? Ya, sen yaxshilikcha bizga pullaringni ber. Nima? Qanaqa pul menda o'zi? Menda bor pulim mana shu, boshqa yo'q pulim. Aldama, ber pullarni yaxshilikcha berib olsang, bo'lmasa ko'rsatamiz senga. Ko'ryapsanmi, bizdanlik bilan pichoqda. Bo'ldi. Meni olishinglar mumkin, faqat iltimos meni o'ldirmanglar. Men oddiygina odamman. Meni olinglar, meni. Ya, bu yetarli emas, tushunmadim senga. Hozir sen bilan boshqa gaplashamiz. Bu yoqqa kel. Xo'p, yaxshi. Shaxs tezroq chiq. Tushunmadim. Kim chaqiryapti meni yana? Hozir sabr qillaring, yana nima ye? Yo. Voy, nima bo'ldi? Qishloqlar bu obunachim nimaga bunday yotibdi? Ha, juda ham yomon ish bo'ldi. Qara, ko'rmayapsanmi? Obunachim, ko'zingni och. Ey. Hushdan ketganmi, nima bu? Ay, bilmadim, nimaga sen o'zingni nima desam bilan o'zing yo'qotib qo'yapsan. Bu davay tezroq politsiyaga telefon qil, tez yordamga telefon qil. Birorta telefon qilsa, men bu obunachim uchun hozir kimdirda bironta yo'qmi dori-darmon? Yo'q, bizga yo'q, tezroq bo'linglar, qon yo'qotyapti axir bu. Xo'p. Tezroq bo'ldi. Davay, hammalaringiz tarqalinglar. Nima qilib o'tiribsizlar? Undan ko'ra yordam beringlar bo'lmasa. Xo'sh. Bolalar obunachilar, mana nima desam bo'ladi? Mana bu aptechkani topib keldim. Mana endi hozir anavi do'stimning oldiga tezroq bormasam bo'lmaydi. Undan ko'ra mana bu yerdan o'tganim yaxshi. O'tlarning ustidan mer gapirsa ham, lekin ayrim qishloqlar mana bu yerda bazm qilishyapti. Men juda ham hayronman va bilmadim nimaga bular bazm qilishyapti va hozir kirib, hozir qishloqlar ham hammasi hayron. Mayli nima bo'lganda ham bu qishloqi yaxshimi bu? Nima desam bo'ladi? Men bu boshida yoki bironta qo'rg'alarda jarohat bo'lmaganmi? Shaxs to'g'risini aytsa, ba'ziligida jarohat bo'lgan, qovurg'asida pichoqlanganligidan keyin bilasan. Lekin xavotirga o'rin yo'q, buni barchasini to'g'rilayman. Mayli. Bo'lmasa mana bularni olib kelgandim. Mana bu yerga qo'yib qo'yaman. Xohlasangiz, voy, bo'ldi, mana shu yerga qo'ydim. Mayli, bu hali beri hushiga kelmadimi bu? Yo'q, bilmadim, ko'zi ochiq, lekin gapirgani yo'q. Balkim sen gapirsang gapirib qolar. Obunachi-ku har qalay. Albatta. Obunachim, sen kasal bo'lib qolganing uchun juda ham uzr, nima desam bo'ladi. Mana bu kim seni pichoqlab ketgan bo'lsa ham hali bularni topamiz. Qo'rqma, kameralar bor. Lekin kamera yo'q. Bir nima qilib topamiz baribir ham. Albatta iz qoldirib ketgan bo'lish kerak bu jinoyatchilar. Sen hozir umuman qimillama, sen faqat mana shu yerda yot. Okey, xo'p, yaxshi. O'zi yurak urishlar yaxshi hozircha. Nima desam bo'ladi? Sen hozir bolnitsiyaga olib ketolmaymiz, uyingga ham bora olmaysan, bilasan. Hozircha aytgancha anavi o'q ham otilganda adashmasam, to'g'rimi?
Yo'q, o'q otilmagan. O'q yondan o'tib ketgan, lekin nima bo'lganda ham baribir pichoqlangan. Shu sababdan hozir tikib qo'ydi pichoqlangan joyini qon ketmasligi uchun shunaqa qilib bilasan-ku. Ha, to'g'ri. Lekin senga ham katta rahmat Oqqushloq. Sen bo'lmaganingda bilasan, bu mana obunachim o'zi bitta shu yagona ajoyib obunachim bor ekan. Bilmadim nima bo'lganda ham. Balkim bordir oralaringizda obunachim. Mayli. Sen hozir xoli qoldirib baribir senga gapirmayapti-ku. Shunga kelganda men seni chaqiraman. Ha, mayli. Bo'lmasa nima desam bo'ladi? Mayli. Bo'lmasa o'zing qarab o'tirchinningmi? Mer, nima deysiz siz? Bilmadim. Mana hozircha mana shu yerga o'tiraychi, nima gap bo'lar? Ha, mayli. Okey, yaxshi. Xo'p, men o'tib ketaman. Okey, yaxshi. Nima bo'ldi? Nima bo'lgani yo'q, shunchaki bu mana obunachim ozginagina pichoqlangan va qon-ku yo'qotgani ko'p. Balki men o'zimni qonimni berib turaman agar mos tushsa. Mayli, agar bizanikiga mos tushsa biz ham beramiz. Mayli, sizlar ham juda ham yaxshisizlar. Bularni qaranglar bazm qilib o'tirishini. Sizlar qishloqlar bu yerga o'tirmasdan sizlar bu uylarga boringlar. Buni qaranglar qanaqa voqea bo'ldi. Sizlar o'tirishinglarni qaranglar. Bizga nima desam, biz boshqa qishloqdan kelgan-ku biz. Buni bilan umuman ishimiz yo'q. Biz ovqatni yeb ketamiz. Sizlar ovqat uchun kelgan bo'lsanglar, hamma ovqatni olib ketaveringlar. Tushundinglarmi? Bizga umuman kerak emas. Bilmadim. Bolalar nima ham derdim? Mayli bolalar, ko'rishinglar mumkin. Lekin bolalar, men hozir bu situatsiyada, bu vaziyatda men hozir obuna bo'lishinglarni so'rab qolmayman, lekin bolalar baribir ham shu obunachim uchun obuna bo'lishinglarni iltimos qilaman. Sababi bolalar bizda tezroq 10 mingta bo'lishimiz kerak. 10 mingta bo'lganimizdan keyin bolalar balkim juda ham ajoyib streamlar va ajoyib videolar yanada chiqar bolalar. Mayli, nima ham derdim. Hozir men bu obunachimning oldiga o'tirishim kerak. Mayli. Xo'p.